Ayni damda hozir biz avtobusning ichki qismidamiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Balxash, Qaraganda, Astana, Petropavlsk yo'nalishlari bo'yicha yotoqli avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yildi. Agarda kimgadir ishonchli bo'lgan biletlar kerak bo'lsa, Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatda ofisimizdan bemalol biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Biletlarni onlayn hamda offlayn tarzda xarid qilishingiz mumkin. Bizning avtobusimizning ichki qulayliklari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Har bitta yo'lovchi uchun обязательно kerak bo'lgan Wi-Fi tizimidan hamma foydalanadi, hammaga ma'lum. Wi-Fi'imiz bor, qulayliklar mavjud. Har bitta yo'lovchida agar kimdadir zaryadniklari tugab qolgan taqdirda alohida zaryadkaga qo'yadigan joylari mavjud. Yo'lovchilarimiz qayerda joylashishni adashib qolmasligi uchun esa har bitta yo'lovchida raqamlar joylangan. Unaqa adashishlar bo'lmaydi. Bemalol kelib ketishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yangiliklarimiz oldinda. Xayr, salomat bo'ling.